Hozirgi kunda sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilish, uning samaradorligini, aniqligini va qulayligini ta'minlash maqsadida yurtimizda keng ko'lamli raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu jarayonning samarali rivojlanishi natijasida Toshkent viloyati Nurafshon shahri tibbiyot birlashmasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. 2025 yilga kelib shahardagi barcha tibbiyot muassasalari zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlandi. Ushbu texnik bazaning mustahkamlanishi va yangilanishi natijasida Nurafshon shahri tibbiyot birlashmasida yagona elektron axborot tizimi Demet samarali ishlay boshladi. Ushbu tizimning afzalliklari juda ko'p. Xususan shifokorlar uchun shablonlar tizimi, bemorlarning qaydlarini tez va aniq yuritish imkoniyati, shuningdek markaziy shifoxona, poliklinikalar, oilaviy shifokorlik punktlari va tug'ruqxonalar bilan integratsiya, yangi tug'ilgan chaqaloqlar ma'lumotlarini avtomatik uzatish imkoniyatlari yaratilgan. Bundan tashqari bemorlarni onlayn ro'yxatga olish va uyidan turib qabulga yozilish kabi qulayliklar tashkil etilgan. Hozirda mana 2025-yil yanvar oyidan bizga yaratilgan qulayliklardan foydalanib, elektron tizimdan unumli foydalanyapmiz. Eshigimizdagi tirbandliklar yoki aholining o'chirtlarda qolib ketishi oldini olindi. Kasallarimiz, bemorlarimiz navbatda elektron tizimda mobil ilova orqali olib, bizga keladigan vaqtiga tayyor bo'lib kelishyapti. Bu bizda yozuv chizuvlarimizni kamaytirishga yordam beryapti. Qabul jurnallari, ambulator kartalarda yozuvlar kamaydi. Bu bizni bemorlar bilan bo'ladigan muloqotimiz vaqtini ko'paytirib beryapti. Bemorlar bilan ko'proq ularning shikoyatlarini eshitish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu bizga juda qulay imkoniyat. Fuqarolarning fikriga ko'ra tizim joriy etilgandan so'ng tibbiy xizmatlarga murojaat qilish ancha osonlashdi. Yagona tibbiy pasport yordamida bemorlarning davolash jarayonlari aniq va maqsadli tashkil etilmoqda. Biz aholi oldin mana shunaqa tizimga bo'lmasdan oldin aholimiz navbat bilan kirardik. Hozir mana elektron tizim bo'lganini juda ham katta imkoniyatlari bor buni. Qizlarga murojaat qilamiz. Qatga kirmoqchi bo'lganimizni, mana laboratoriyaga biz yo'naltiradi. Emlash xonalariga kirganimizda ham juda katta imkoniyatlar hozir bizda yaratilgan. Mana registraturadan talon olsak, hamma joyda o'chirt asosida kiramiz. Shu bilan birga raqamlashtirishga qaratilgan ushbu ishlar yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining bir qismi sifatida davlat dasturlarining amaliy ifodasidir. Yaratilayotgan zamonaviy sharoitlar va innovatsion yondashuvlar orqali inson qadrini ulug'lash, fuqarolar uchun munosib hayot sharoitlarini yaratish, shuningdek tibbiy xizmatlarni sifatli va shaffof tashkil etish asosiy maqsaddir. Bu esa kelajakda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, farovon jamiyatni barpo etishda mustahkam poydevor vazifasini o'taydi.